davom etamiz. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 16-yanvardagi yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasida hududlarda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan keng qamrovli tadbirlar olib borilmoqda. Surxondaryo viloyatidan tayyorlangan lavhamiz shu xususda. Surxondaryo viloyati prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda viloyat soliq boshqarmasi hamkorligida yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. O'zaro hamkorlikda olib borilayotgan xatlov tadbirlari natijasida joriy yilning shu davriga qadar 1646 nafar fuqaro tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazilib hamda onlayn nazorat kassa mashinalarisiz faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari onlayn nazorat kassa mashinalari to'lov terminallari bilan jihozlandi. Hamkorlikdagi maqsadli sa'y-harakat tufayli 407 milliard 204 million so'mlik qayta hisobotlar olinib, shularning 366 milliard 845 million so'mi to'liq undirilishi ta'minlandi. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hamda mazkur sohadagi korrupsion holatlarni bartaraf etish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, joriy yilning yanvar oyida Bosh prokuror o'rinbosari hamda viloyat hokimi tomonidan byudjetga qo'shimcha manba aniqlash va undirish bo'yicha yo'l xarita tasdiqlandi. Mazkur yo'l xarita ijrosi yuzasidan 1 trillion 896 milliardlik aniqlangan qo'shimcha manbadan hozirgi kunda 1 trillion 558 milliard yoki 82% undirilishi ta'minlandi. Shuningdek, joriy yilning 5-mart kuni prezidentimiz rahbarligida o'tkazilgan yig'ilishda belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatda mavjud bozorlar, savdo komplekslari hamda avtoturargohlarni raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. E'tiborli jihati shundaki, ayni paytgacha viloyatdagi 18 ta bozor to'liq raqamlashtirildi. Buning natijasida tushum 38 milliard so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan qariyb 5 milliard so'mga ortishiga erishildi.